Toshkent hamon havosi eng iflos shaharlar qatorida yetakchi. Bu nafaqat umumiy sog'liqqa ta'sir qiladi, balki homilador ayollar uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar havoda PM2,5 kabi mayda zarrachalar konsentratsiyasining oshishi, erta tug'ruq, homilaning kam vazn bilan tug'ilishi, hatto homila rivojlanishidagi jiddiy muammolar bilan bog'liqligini isbotlagan. Biroq bu holat O'zbekistonda muammo sifatida tan olinmayapti. 23-sentyabr kuni berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent dunyo bo'yicha havosi iflos shaharlar orasida 6-o'rinda turibdi. Havoda mayda PM2,5 dispers zarralarning konsentratsiyasi 1 metr kubga 146 mikrogrammni tashkil etadi va bu zararli ko'rsatkich. Bu ko'rsatkichning inson salomatligiga qanchalik zararli ekanligi ma'lum qilingan, ammo nazardan chetda qolayotgan yana bir katta xavf haqida hech kim o'ylamayapti yoki aytilmayapti. Havoda PM2,5 zarralarining ko'payishi homiladorlar uchun o'ta xavfli. Ifloslangan havodagi moddalar, masalan, PM2,5, ozon, uglerod oksidlari platsentaga ta'sir qilib, homilaning normal rivojlanishiga xalaqit beradi. Vaqtidan avval tug'ilish xavfini oshiradi, chaqaloqning tana vazni past bo'lishiga olib keladi. Tadqiqotlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Harvard Hills tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, PM2,5 va NO2 kabi zararli zarracha va gazlar platsenta to'sig'ini buzishi mumkin. Ular ayol organizmida qon aylanishini qiyinlashtiradi, kislorod yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Bu esa homilaning normal rivojlanishiga xalaqit berib, erta tug'ruq xavfini 30-60% gacha oshiradi. Dunyoning qator mamlakatlarida bu holat yuzasidan tadqiqotlar va tahlillar olib borilgan. Masalan, Tayvanda o'tkazilgan tadqiqotda PM2,5 ifloslanish darajasi yuqori bo'lgan joylarda homiladorlik davridagi zarar tahlil qilingan. Homiladorlikning ikkinchi yarmida PM2,5 darajasining har metr kubga 10 mikrogrammga oshirilishi erta tug'ruq xavfining sezilarli darajada oshishidan xabar beradi. 2014-19 yillarda o'tkazilgan yana bir tadqiqot ham buni tasdiqlagan. Unda 633.516 nafar homilador ayollar qamrab olingan. Bunda ham PM2,5 darajasining har kub metrga 10 mikrogrammga oshirilishi erta tug'ruq xavfini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan. Eronda erta tug'ilish holatlari oshib ketgani ortidan buni o'rganish ishlari olib borildi. Havoda PM2,5 zarralarining kamayishi ortidan muammoning iflos havo bilan bog'liqligi aniqlandi. Eronda 3,8 milliondan ortiq tug'ilish ma'lumotlari bilan o'tkazilgan bu tahlilda PM2,5 zarralari oshishi erta tug'ruq xavfini oshirish bilan bog'liqligi va homiladorlikning ikkinchi yarmida yuqori darajada ta'sirchanligi qayd etilgan. Erta tug'ruq bolalar o'limiga katta ta'sir ko'rsatuvchi global sog'liqni saqlash muammosidir. Iflos havo oqibatida yuzaga kelayotgan va ortib borayotgan bu holat dunyo mamlakatlarida o'rganilyapti. Erta tug'ilgan chaqaloqlar odatda hayot davomida salbiy oqibatlarga olib keladigan ko'proq xavf-xatarlarga duch kelishadi. Shu jumladan bolalikdagi intellektual va psixiatrik buzilishlar va kattalarda surunkali kasalliklarning erta boshlanishi kuzatilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotga ko'ra, 2020-yilda dunyo bo'ylab 13.400.000 erta tug'ilish kuzatilgan. Bu barcha tirik tug'ilganlarning 10dan bir qismini tashkil qiladi. E'tiborlisi shundaki, erta tug'ruqlarning 90% dan ortig'i past va o'rta daromadli mamlakatlar hududlarida sodir bo'lgan. Bu hududlarda aholining katta qismi yomon havo sifatidan aziyat chekadi. O'zbekistonda havo ifloslanishi ortidan keladigan kasalliklar, allergiya, oshqozon va o'pka kasalliklari, bronxial astma, nafas qisishi, bosh og'rig'iga qarshi ko'rsatmalar mavjud, ammo erta tug'ruq xavfidan ogohlantiruvchi manbalar topilmaydi. Toshkentda aksariyat tug'ruqxonalarda homiladorlarning o'z vaqtidan erta tug'ayotgani qayd etilyapti. Lekin bu bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Kun.uz bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligidan rasmiy ma'lumot so'radi. Ammo erta tug'ruqlar bo'yicha vazirlik emas, statistika qo'mitasi ma'lumot berishi aytildi. Statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda respublikamizda erta tug'ruqlar soni oshgan. Masalan, 2017-yilda 6359 nafar chaqaloq muddatidan avval dunyoga kelgan bo'lsa, 2024-yilda bu raqamlar 11156 nafarga yetdi. Raqamlar oshgan,
havo ifloslanishi davom etmoqda. Choralardan esa darak yo'q. Demak, bu holatlar hali bizda muammo sifatida ko'rilmayapti. Aslida esa iflos havo bola va ona salomatligi uchun sukut qilib bo'lmaydigan tahdid hisoblanadi. Homiladorlar yashayotgan uydagi havoni toza saqlash uchun doimiy shamollatib turish kerak, lekin changlardan ehtiyot bo'lish kerak. Xonada tabiiy namlagichlar, gullar, nam salfetkalar, akvariumlar saqlash foydali. Havo tozalagich qurilmalardan foydalanish kerak. Ko'chada imkon qadar avtomobillar ko'p yuradigan yo'llardan uzoqroq yurish, ifloslik yuqori bo'lgan kunlarda, ayniqsa qishda va shamolsiz kunlarda niqob taqish, PM2,5 filtrli maxsus niqoblar tavsiya etiladi. Erta saharda yoki kechqurun havo nisbatan tozaroq bo'ladi. Sayr uchun shu vaqtlarni tanlash va immunitetni mustahkamlash lozim. Qisqasi, o'zingizni va homilani ehtiyot qiling.